Mijozimizdan savol keldi. Bu doimiy mijoz. Savolida o'sha savdo interestga topshirilgan kundan hisob ketadimi yoki men soliq to'lagan kunimdan hisob boradimi deb savol berdi. Soliq to'lagan kunidan emas, mana o'sha savdo interest topshirgan kunidan boshlab hisob ketadi. Kuni masalan, mana o'sha savdo interestga hujjatlarni topshirib oxirgi hujjatlarni kirgizilgan kunidan keyin aymaga yuboriladi. Endi bu mana shu savdo interest hozir yo'q bo'lgani uchun, lekin oldinlari bor bo'lgani uchun aytyapman, shu hujjatlarni hammasini to'liq kirgizgandan keyin aymaga NVR degan knopkasi bor edi. Shuni bosib NVR polni aymaga protsessni yuborgan paytdan hisob ketadi. Shundan 5 yil o'tsa, demak siz hozirgi kunda fuqarolikka topshirsangiz bo'ladi. Bu mijozimiz 2019-yil kelgani sababli 2019-yilda soliq to'lab yurgan, lekin bu soliq to'langan kundan hisobga olmaydi. 2020-yildan boshlab mana shu savdo interest topshirilgani uchun, ya'ni 20-yildan boshlab hisob ketadi va qaysi kunidan boshlab, masalan, agar 1-mart kuni topshirilgan bo'lsa 2020-yil, demak 2026-yil 1-mart kunidan boshlab grajdanstvoga topshirsa bo'ladi.